1828-yili Rossiyo 16 yoshga kirgan yili bir graf xonimning uyida malay bo'lgan edi. Bir kuni u ayol xo'jayinining bir tal halrang lentisini yoqtirib qilib, yanchug'iga serib oldi. Kishilar Rossiyoning yenidan bu lentini bayqab qilib, uningdan qayerdan olganligini so'radi. Rossiyo alaqizada bo'lib duduqlab qilib, oxiri yuzlari qizarib ketgan holda yosh oshpaz Marining berganligini aytdi. Mari nihoyat chiroyli bo'libla qolmay, yana shundoq muloyim, oddiy sodda, samimiy, omoq qiz bo'lib, ko'pchilik buningdan nihoyat hayron qoldi. Mari chaqirtilgandan keyin ba'zilar lentini ilib kelib, uningga ko'rsatdi. Rossiyo bo'lsa, uni Mari so'q qildi deb turib oldi. Bu bechora qiz hangvaqib turib qilib, bir ig'izmi gap qilmay Rossiyoga qarab qo'ydi. Rossiyo numus qilib qiyin ahvolga tushib qolgan bo'lsa-mu, ammo yana jonni olqonga ip qo'yib, gapida ching turib oldi. Mari Rossiyoning qarchaplig'ini inkor qildi, lekin qilch ochiqlanmadi. Faqat uningga vijdondan so'rab beqishini, azaldan uningga ziyonkashlik qilib boqmagan qizga tuhmat qilmasligini nasihat qildi. Rossiyoning ching turib olishi bilan bechora qiz yig'lab ketdi. Kimning qora, kimning oq ekanligiga hukm qila olmag'achqa, xo'jayin har ikkisini ishdan bo'shatdi. Ikkalan ayrilganda xo'jayin ma'nlik qilib, aranglarda cho'qim biri gunohsiz, gunohkorning vijdoni aman gunohsizlar uchun qisos oladi dedi. Keyin Rossiyo dunyoga tanilgan mashhur adibga aylangan bo'lsa-mu, shu vaqtdagi vijdon azobi xuddi qora ko'langiga o'xshash bir umr hamroh bo'ldi. Har qanday odam qalbidagi qatma-qat tumanlar ichida muqarrar holda vijdon uchqini saqlagan bo'ladi. Bundaq uchqunlar qorong'ulikning ichkirisida har vaqt chaqnab turadi. Davolash qushlarga hamon bir kuni o'zining gunohi uchun badal to'laydiganligini eskartadi. Kishilar ba'zida xudiksiraydi, xijil bo'ladi. Chunki da'vogar bilan guvohchi ikkilisi dal odamning qalbidagi vijdondir.